Undaq qazanğa mundaq çömüç. Abdurrahim Hayit vaqəsidən oylağanlarım. Asiya Uyğur. Həmmimizге ma'lum bolğandək, biz bu 2 gündə bir məşhur Uyğurның mediada ölüb, yana qayta tirilishidək bir g'ayri vaqani beshimizdan o'tkazdik. Abdurrahim Hayit nima uchun o'lib ketib, qayta tirilib qoldi? İgimiz bu qadrlik ustozimizni aman esan qilg'ay. Bu masala hammamizning oldiga qo'yilgan g'alita, qiziqarli savol edi. Undaqda Abdurrahim Hayit nima uchun o'lib ketdi? Aslida Abdurrahim Hayitning o'limi boshqa mashhur shaxslarning o'lim xabaridek tuyuqsiz chet ellarda tarqalgan edi. Ammo diqqat qilishga tegishliki, bu xabar Uyg'urlar tarafidan emas, balki turklar tarafidan, ya'ni Abdurrahim Hayitning turk do'sti tarafidan bizga, ondan boshqalarga yetkazildi. Buning o'zila Uyg'urlarning vatan ichi bilan bo'lgan aloqasining hech kim gumon qilmasimi bo'ladigan haqiqat ekanligining isboti edi. Uning o'limining qanday yo'llar bilan bir turk qarindishimizga yetgini texi dalillanmay turibla bu xabarning buncha bozor tepib butkul media va Uyg'ur jamoatini qo'zg'ab etishi haqiqatanmi kishini o'ylantirdi. Undaqda Abdurrahim Hayitning o'lim xabaridan dastlab xabar topgan bu kishi kim? U bu xabarni qandoq, qayerdan bildi? Bu kishining tarqatgan xabari nima uchun buncha tez suratda butkul medialarda xabar qilinadi va hatto Turkiya hukumatining Xitoyni ayblishi darajasiga keltirildi? Hozircha biz bu savollarga javob topolmasligimiz mumkin. Ammo Abdurrahim Hayitning o'lim xabari chivinmi uchib chiqolmaydigan vatandan chet ellarga chiqqani rost. Abdurrahim Hayitning o'lim xabari balkim bizning qarindosh va musulmon ellarni harakatga keltirish haqidagi tashviqotlarimiz va bu haqdagi tirishchanliklarimiz, shundaqla bu tirishchanliklarning natijasi bo'lgan musulmon ellarning hamda turk dunyosining uyg'onishidan bo'lsa kerak. Undaqda nima uchun Abdurrahim Hayit Uyg'ur xalqining emas, balki turk dunyosidami belgilik qo'llashga erishgan mashhur shaxs. Turkiya bir demokratik davlat. Demokratik davlatlarning mustabid hokimiyatlar bilan bo'lgan birdan-bir farqi xalq hokimiyatni boshqardi. Agar turk xalqi Uyg'urlar uchun dasturda ekan, turk hukumati Uyg'urlar uchun ovoz chiqarmaslikqa amalsiz qoladi. Navbatda Turkiyada Uyg'ur davosiga nisbatan qo'llash yuqori to'lqinga ko'tarildi. Turkiyada emas, balki butkul dunyo miqyosidagi turk xalqi orasida Uyg'urlarning davosiga jiddiy qarash va har xil usullarda Uyg'urlarni kuchli qo'llash harakati bo'lyapti. Buning bir misoli yaqinda Yevropadagi Milliy guruch nomidagi bir turk tashkiloti butkul dunyo miqyosida keng ko'lamlik namoyish elib berib, Uyg'urlar uchrayotgan zulmlarni dunyoga anglatdi. Bundaq faoliyatlar oldimizdagi kunlarda yana davomlashir ekan. Buningdan boshqa Yevropadagi Marokashlik va Arab qatorliq musulmon millatlardanmi Uyg'ur davosiga nisbatan kuchli qo'llash to'lqini ko'tarilyapti.
Facebook va Twitter qatorliq aloqa vositalarida musulmon davlatlarning xalqlari da'voyimizga bo'lgan kuchli qiziqishini ifodalayotdi. Albatta, Xitoy bundaq bir qo'llashning Uyg'urlarga bo'ladiganligini asla o'ylab baxmagan va bundaq harakatning bo'lishini xohlamaydi. Shu sabab oldi bilan musulmon ellarning qo'zg'alib Xitoyga qarshilik ko'rsatishiga turtki bo'lish ehtimolligi bo'lgan Turkiyaning og'zini etish kerak. Chunki Turkiya dastursa, musulmon ellarmo Uyg'urlar uchun dasturdi. Ya'ni Abdurahim Hayitning o'lib ketganlik xabarini turk do'stlar orqali tarqitish va kuchlik g'ulg'ul qo'zg'ash. Ondan tuyuqsiz Abdurahim Hayitning hayot ekanligini isbotlab film tarqitish orqali Uyg'ur davosining Turkiyada jonlanishi va butkul musulmonlar dunyosiga kengayishining oldini olish. Bu balkim Xitoyning maqsadi bo'lsa kerak. Xitoy Abdurahim Hayitning hayot ekanligi haqidagi videosini tarqatgandan keyin darhol bayonot berib, Turkiya hukumatining Uyg'urlar haqidagi bayonotini qaytarib olishini talab qildi. Albatta, xalqaroga maydonini ifodalab beradigan bir bayonotni Turkiya hukumatining qaytarib olishi oson emas. Ammo Xitoy buni dastak qilib, Turkiya hukumatini tanqislikqa qo'yish aniq. Undaqda bu hili nayranga qandaq taqobil turimiz? Meningcha, andaq qozonga mundaq cho'mich. Zaharni zahar bilan qaytirish. Xitoyga qaytirma zarba berishdiki eng yaxshi usul bo'lsa kerak. Ya'ni Xitoyga o'likimizni artish. Xitoy hukumati Abdurahim Hayitning hayot ekanligini mediaga oshkora qila olgan ekan. Demak, Xitoyning jazo lagerlarida yetayotgani Turkiyadak bir demokratik davlat xalqlarining qizg'in suyishiga va hurmatiga erishgan mashhur shaxs. Agar bu shaxsning ideyasida masala bor deyilsa, undaqda Abdurahim Hayitni so'ygan va qo'llagan butkul Turkiya xalqi, shundaqla Abdurahim Hayit uchun adolat yoqlagan Turkiya hukumatimi Xitoyning nazaridagi ideyasida masala borlar bo'lmamdi? Shu sabab Abdurahim Hayit vaqasini tutqi qilib, Turkiyada shundaqla butkul dunyo miqyosida kuchlik jamoat fikr paydo qilishga kuchash lozim. Barliq g'oyib Uyg'urlar, ota-ona, urug' tuqqan, shundaqla biz aloqa qila olmagan barliq kishilarning so'rqini qilishimiz, ularningmi mushundaq hayot ekanligini Xitoy hukumatining isbotlab berishini talab qilishimiz lozim. Turkiya hukumatiga madad berishimiz Xitoyning hilasiga aldanmasdan Turkiya hukumatining samimiyatiga, biz uchun Xitoyga qarshi bergan bayonotiga minnatdorligimizni ifodalashimiz va Turkiya hukumatining Uyg'urlar haqidagi bayonotini qaytarib olish emas, balki Xitoyning Turkiyani mat qilish va Uyg'ur davosini yo'q qilish yo'lidagi bu hiyla mikrni butun dunyoga yeyib, ularning yolg'on so'zlagan va hiyla nayrang ishlatgani uchun to'yg'izib etishimiz lozim. Shundaqla Turkiyadagi Uyg'urlar Turkiya Tashqi ishlar ministrligining Xitoyni lagerlarni taqashga chaqirganligi, Uyg'urlarga ko'ngil bo'lganlik uchun Tashqi ishlar ministrligiga
rahmat aytishi va Tashqi ishlar ministrligiga oilasi lagerga qamalgan Uyg'urlar yozma shaklda o'z urug' tuqqanlarining rasmlarini qo'shib isbot berib, ularning ahvolini egilab berishni talab qilish lozim. 2019 yil 11 fevral